Bilmaganim bildirding. Bilmaganimni bildirding. Gul. Rohat gul, rohat. Rohatim, ayati, o'mirga skorik chaqir. Ochini. Ha dada. Ye, meni ham mazam qochar demak. Voydat! Rohatim, bizni sevgimizga ko'z tegdi. Assalomu alaykum. Tez yordam chaqiruvmidinglar? Ye onasini hepsi. Skoriymi? Ha, albatta. Seryoznimi? Dada gaplashib o'tirishingizni qarang, xotinim o'laman deyapti. Ye onanglarga. Men ham shuni tushuntiryapman. Sizniki xotini bizniki o'tinmi? Kelavering, rohatimga qarab qo'ysiz. Shunaqa yaxshi ko'raman. Kit. Ikkalalari ham soppa-so. Homilador bo'ldim degani yotib olish kerak degani emas. Turib tirs ish qilish kerak. Bechara rohatim, seni bunaqa qiynalishingni bilganimda umuman bezovta qilmas ekanman. O'zim bilan o'zim ishlab yuraverar ekanman, rohat. Ha, endi sizni yoshingiz kattaroq, o'zingizni asrang, avaylang. Yosh kelin turganda siz ish qilasiz. Bu onasini bilsin. Mana shu gaping mana bunday bo'ldi qizim. Seni qaddi qomating chiroyli desam, tarbiyang undan chiroyli ekan. Va kelinam yerdan chiqqan qo'zi qorimas. Yoshlik vaqti o'ynab, kulib tug'ib olish kerak. Qariganda armon bo'ladi. Voy opa, yoshda ahamiyati bo'lganda qaynonam men bilan birga tug'masdi. Bir ham qo'rqitding rohatim, Seni ish qilmasin deb mazali barbeki burger dastlabga qizdim, juda tez keldi. Voy, bir ham yumshoq. Kela, tarotka olib berib yuboring. Menga ish qilish mumkin emas-ku. Itga o'xshab irillaman, kelin, itmisiz? Endi oshirib yubordingiz dada. Mana shu kalsoyingiz uyga kelib o'zgarib qoldingiz. Gulda keliniz bilmayapsiz-a? Kalsoy deysanmi? Nima bo'lsa ham shu seni onang, rohat kurik. Rohatoy, sen xotining meni ko'zim bilan qara, kaktus tikan gul bo'lib yotdi-yu. Bo'ldi, meni asabim polniy bay bo'ldi. Men ham rohatimni olib, it topmas joylarda asal oqib kelaman. So'qoqqa olib boring. Voy, dod, so'qoqqa ham olib boraman, Amirsoyga ham olib boraman. Rosa zo'r bo'lsa kerak, qor ustida, chanalarda tusha. Qani, qora tilak kerim o'zimda. Oldi tortadi, bular oldi tortadi.